Bu o'ringlarni ko'ryapsizlarmi, o'rtoqlar? O'rik to'lib ketibdi-ku bozorda. Mana ko'ryapsizlarmi, hamma yoq o'rik. Mana shu joyda video qilgan edim, dovutchalarning videosini qilgan edim. Necha mingtadir odam o'rik yemaymizmi deb yozdi. E'tiboringiz uchun o'riklar pishib, bozorga sig'may ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin o'riklarni. O'riklarni. Hamma yoq o'rik. Do'stim, nechta mana shu o'rik narxi? Mana shunisi. 10 ming so'm 1 kilosi. Mana bu yoqda chiroylirog'i bor ekan. Do'stim, nech pul bunisi? 15 ming so'm. E'tiboringiz uchun 10 mingdan 45 minggacha sotilayotgan ekan. Bu yog'iga giloslarni ko'rsataman. Giloslar ham juda ham ko'payib ketdi. Mana shoptoli o'riklarning ham liderlari bor ekan bu yoqda. Mana giloslar, Ko'ksulton dovutchalar ham bor ekan. Gilos ko'pligini ko'ryapsizlarmi? Hali bu boshlanishi o'rtoqlar, boshlanishi. Aka, nechta nor mashinasi? Kilosi 20 ming beraman. 20 ming so'm shu korobkadagisi. 1 kilosi. Bunisi yirikroq ekan-a? Yirikroqlarni kelishtirib ham beramiz. Nech pul qilib berasiz buni? 60 ming sotildi, 50 ming qilib beramiz. Aka, o'zi bozorda nech puldan nech pulgacha kilosi sotilyapti? 20 mingdan 150